miyalarni hozir portlatib yuboraman. 99 ming so'm ichiga matrasi, ikkita tumbuchkasi, bitta termosi, bitta shkopi kiradi. 99 ming so'm evaziga ko'rib turgan kuxunli bufetinglar. Biri 10 ga, biri 95. Bu hali hammasi emas. Bizi sovrinli o'yinimizda hali juda ko'p prizlarni qo'yganmiz. 99 ming so'm evaziga ko'rib turgan ugovokinglar bitta stol, ikkita pufigi bilan. Xudo xolisa bunaqa sohalarni davomiyligini, sohalarni juda ko'p hali qilamiz. Faqat podbeshka qilib turib, bitta dona like bosib, yaqin tanishlarga, mebelingizda yurgan yaqin tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Ko'rib turgan ugovokinglarni, kuxunli ugovokinglarni atiga 99 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Stovi, ugovok, ikkita pufiga kiradi. Ko'rib turgan 5 xil stol-stulinglar, mashinaqa 12 ta stul, bitta stol bo'ladi. Atiga 99 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Biz yana sovrinli o'yinlarga 10 ta odamga 500 ming so'mdan voucher qo'yganmiz yoki 500 ming so'mni o'zini olib ketishi ham mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qilib bilib olsanglar bo'ladi. 25 aprel kuni 18:00 da o'yinimizga start beramiz. Yana biz 10 ta odamni kommentariyadan ham aniqlaymiz. Shuning uchun eng kamida 5 ta 10 ta do'stingizlarga jo'natib, mebelingizda yurgan tanishingizlarga jo'natib qo'yib, bitta donadan like bosishdan chiqmasin. Bizani kuzatishda davom eting.